Bir maqol borda, bermasdan oldin talab qilib bo'lmaydi. Talab qilishdan oldin berish kerak. Biz talabani shunday auditoriyadan olib, kelib o'tirsa, men buni qabul qilib, unga maslahat ber desak, uni boyagi jarlikka itarib o'rgan bo'lamiz. Birinchi o'rgatishimiz kerak. Xo'p, mana shunaqa senga odam keldi, jahldor, ustingdan yozaman deyapti. Nima qilish kerak? Uni qanaqa qabul qilish kerak? Qanaqa tinchlantirish kerak? Nima deyish kerak? Birinchi biz unga o'rgatamiz. Keyin uni o'zi kutadiki, qachon shunaqa odam kelar ekan, men shu olgan bilimimni shunga ishlatib, men ko'nikmaga ega bo'lay deb. Birinchisi, ikkinchisi, mana bizda hozir qonunchiligimizda juda ko'p o'zgarishlar bo'lyapti va qonunchilikdagi o'zgarishlar natijasida demak, xalqimizni huquqiy ongli madaniyatini oshirishga ehtiyoj paydo bo'lyapti. Deylik, o'sha subsidiya bo'yicha shunaqa o'zgarishlar bo'ldi, aliment masalasi boshqasida juda ko'plab savollar o'zi avtomat bilinadi-da. Mana subsidiya bo'yicha nima bo'lganda, onlaynda ham, offlaynda ham yopirilib bir xil mazmundagi savollar kelaverdi-da. Demak, biz nima qilamiz? O'sha sohani egalari bilan bog'lanamiz. Demak, pensiya masalasi bo'lsa, pensiya jamg'armasi, soliq bo'lsa, soliq qo'mitasidan bir kunni belgilab chaqiramiz. 2 kun kelib ular bizning talabalarimizga trening master klass o'tib beradi. Ya'ni amaliyotda bo'layotgan muammolar. Nima uchun bu muammo kelib chiqyapti? Nima uchun fuqaro bizgacha kelyapti? Va unga qanday tushuntirishimiz kerak? Bo'ldi. U xodimga ham bu yaxshi. Nima uchun yaxshi? O'sha 20 ta fuqaro pastda mana shu yerda masalasi hal bo'lsa, uni vaqti tejaladi. Ya'ni bu talabamizga ham yaxshi, talaba o'sha masalada bilimga ega bo'layapti. Bu fuqaroga ham yaxshi, fuqaro ovora bo'lmayapti ortiqcha.